Salom. Bugun uy sharoitida milkshake qilamiz. Xo'p, buning uchun bizga kerak yogurt. Voy, yaxshi ko'rinadi. Yogurt, bitta banan, Nesquik, shokoladli ta'mli. Xo'p, endi bu tabga qarab men o'zim kreatin solaman. Keyin oxiriga qo'ygan bitta unaqa protein tugab qoldi, yangi solishim kerak. Xo'p, demak blender oshxonani sveti yaxshi ishlamayotganda, o'shaning uchun Asadbekning telefonini fonarigini yoqib qo'yganman. Xo'p, birinchi bananni bo'lib solsak bo'ladi. Keyin sut emas, Nesquikni solamiz. Ko'ryapti. Keyin yogurt solamiz. Keyin protein. Yarasingcha protein. Endi kreatin. Qopqog'ini yopib, yaxshilab aralashtiramiz. Naushnikingiz olib qo'yaman, maylimi? Qaysi? Nechta naushnikingiz bor? Zaryadnami? Mayli. Endi boshlamaysizmi? boshlaganman, gapirmay turing. Uzr, beso'noq xonadonimni gapirib qolyapti. Yaxshi. Endi bu tomonga. Yaxshi qilib. Kuyib ketmadi hech nima hali. Demak, blender yaxshi ishlayapti. Endi ochib ko'ramiz. Sindirib qo'ymasdan ochish. Sinib ketishi mumkin-da, qattiqroq harakat qilsam. Zalga chiqyapsan-ku, shuni ham ocha olmayapsanmi degan odamlarga javoban. Ya'ni qattiq harakat qilsam, beso'naqangi qilib sindirib qo'yish mumkin buni. Shuning uchun muloyimlik bilan ochish kerak bo'ladi. Geylarga o'xshab emas, просто endi texnikaga yumshoqroq anaqa muomala qilish kerak. Butun. Endi qoshiq olamiz. Buni
bir ko'ramizda nimaga ichida bananlar ezilmay qolgan bo'lishi mumkin. Agar shunaqa bo'lsa, qopqog'ini yopib qaytadan aralashtiramizda. Normalni. Endi endi bularni chashka yo'q bo'ladi. Mana bunaqa idishchalarga solsak bo'ladi. Tayyorlab qo'yganman. Ikkitaga yetsa kerak menimcha. Yoki Asadbek kamoqchi. Hop. Yana bitta riskni aytib o'taman sizlarga. Blender ishlatayotgan paytlaringiz buni tishi bo'ladi-da, aylantiradigan. Bunga mahkamlanadi o'zi. Burab qotirilgan desa ham bo'ladi. O'rtadagi o'sha qotirilmasi bu bilan buni bog'laydigan narsa-da. O'sha o'rtadagi narsa bu bilan birga chiqish kerak-da tepaga. Agar o'rtadagisi tagida qolib ketsa, mana bu ichidagi hamma o'sha qilgan milkshakeimiz ustiga to'kiladi-da, ochilib ketadi boshqacha aytganda. Shuning uchun ehtiyot bo'lib ochish kerak. Biz 1-2 marta oldingi xonadonimizda qilgan paytimiz mana shunaqa o'rtadagi birlashtirib turuvchi narsa ikkalasini qolib ketgan tagida biz buni ko'tarib olganmiz, hammasi ustiga to'kib juda anaqa bo'lgan, kulgili holat bo'lgan. Xo'p, shuning uchun bitta usuli bor. Mana bunaqasini ko'tarib solish, hech qanaqa risk bo'lmaydi. Bu nima ovoz chiqdi, mana bu tagiga yopishtiradi, mana bunaqa oyoqchalari. Xo'p, mana bunaqa ko'tarib solsa bo'ladi. Zo'r ketadi. Endi buni bemalol anaqa risk tutmasdan olsa bo'ladi. Mana olindi. Mana. Bu bilan birga chiqish kerak-da. Bu yoqda qolib ketsa, to'kiladi polni. Zo'r. Endi buni ichib bo'lgandan keyin qo'yaman. deb va'da beraman. Mana ikkita ko'proq olmaychaman, kamroqni Asadbekcha. Zo'r. Hammaga rahmat. O'zi ham 8 minutlik video bo'libdi. Charchamanglar.